2 kunga prirodaga chiqamiz deb obdon tayyorgarlik ko'rdik o'ziyam. Shahrizoda obdon chidashnalarda yuvdi. Bunaqa paytlar shunaqa ishchan bo'lib ketamiz, tasavvur qila olmaysizlar. Shaftolilarni ham hammasini yuvib, quritib konteynerlarga solib chiqdi. Erim go'shtni marinovat qilishlariga piyozni blenderdan o'tkazib berdim, chunki erim shunaqa deb aytdilar. 4 ta katta piyozni archigandim. Polovinkam birinchi mol go'shtlarini chiroyli qilib kesib chiqdilar. Men ham qilgan ishlarimni maqtanay deb pyurechani ko'rsatdim piyozli. Zelen shashliklar bilan toza ketadi-da prirodada. To'g'ri bo'lingan go'shtni polovinkam obdon yuvdilar. Srazu же go'shtni marinovka qilishga tushib ketdilar. Piyoz go'sht qilib taxlab chiqib, ustidan ozginagina zira и murch soldik и всё. Mana shunaqa qilib u yoqdan bu yoqqa yurib qarashib yurdim-da ish qilib. Zelenlarni ajratib, u yoqqa borib yuvib o'tirmaslik uchun hamma narsani yuvib, quritib, tayyor qilib qo'ydik o'ziyam. Mol go'shtli shashligimizni marinovkasi tayyor. Erim srazu же konteynerga solib, xolodilnikka olib qo'ydi. Bitta butun tovuq olgan ekanlar. Yaxshilab yuvib oldik uni ham. Mol go'shtidan ko'ra ko'proq tovuq go'shtini olish kerakmidi? Sizlarda bilmadim, menga ko'proq tovuq shashlik yoqadi-da. Tezgina yumshoqqina bo'lib pishadi, sochni bo'lib. Hech qanaqa salat-palat qilib o'tirmaymiz. Pomidor bodringlarni shunday yeymiz dedim. Qarasam uyda qalampircha ham bor ekan. Qalampirchani ham yuvardim zadno. Kabachkili shashlikni rosa yegim kelgandi, o'zi ham bitta kabachka oldim. Endi esa navbat tovuq go'shti marinovka qilishdi. Qarasam mol go'shti ozgina qolgan ekan, chiroyli qilib paketlarga solib, morozelnikka qo'yib qo'ydim. Gap sotib o'tirishga nechi o'rgatib. Tovuq go'shtini ham xuddi shunaqa qilib marinovka qildik. Blenderdan o'tkazilgan piyoz, paprika, ozgina murch и zira ham soldik. Ertalabgacha turib o'zi ham shunaqa sochni bo'lsa kerak dedik. Polovinkamni qornlari och qolgan ekan. Ko'chada tushunishlaringiz uchun soat 10, lekin haligacha belay nochi bo'lgani uchun yop-yorug' turibdi. Pomidor, bolgarskiy, piyozlarni skоворodkaga soldimda ustiga tuxum tashiyman deb. Voy, xafa bo'lmaysizlar, bu safargi videom rosta cho'zilib ketdi. Ovishlarni arqa oldini qovurib, 3 ta tuxum tashiyman desam, polovinkam yo 2 ta tuxum yetadi deb aytdilar. Do'stlar, ishoninglar, hali zo'r videolar oldinda. Like, podpiska bosib qo'yinglar.